Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hammalarga xayrli kun, hurmatli obunachilar. Meni bugungi videomdan keyin hamma shu san'atkor nimasi bo'ladi. Hofiz akalarimiz, opalarimiz xafa bo'lsa kerak. Kecha bir joyga to'yga bordik, joyida aytmay qo'yray, ochig'i Farg'onada. Xo'p. Bitta Chimyondan bir hofiz ukamiz kelibdilar. Men birinchi marta ko'rdim u odamni, shuncha yil shu sohada yurgan bilan. Qarang, dinakord pult, dot crossover, elektrovoz o'sha xullas kondensator, xullas hamma yo'q bor. Cho'tka hamma yo'q. O'zi fonogramma aytayapti. Ochib bering ovozni, deyapti. Kim haq betdi? To'y hovlida bo'layapti. Hamma yo'q joyida, nastroykalar joyida. Shunaqa vaziyatda siz asabiy o'ynaydimi? Siz nima qilgan bo'lardingiz? Siz qanaqa bir fikrga kelgan bo'lardingiz? Juda ham bir katta asabiylashishlar bilan o'tdi bu to'y. Shunaqa hofizlarimizdan, shunaqa hofiza opalarimizdan iltimos qilardik, sal vaziyatga qarab, sharoitga qarab. O'zi asli nima deydi? Fonogramma aytishyapti. Xo'p, shu fonogrammada ham shu ovoz qoniqtirmasa bilmadim. Agar imkon bo'lsa, mana shu videoda shunaqa fe'l-atvorli hofizalarga tashlab qo'ying. Yo'qmasa meni o'zimga aloqaga chiqarsin. Sog' bo'ling.